Okay, look. Endi bu resimda mana shu kelin dadabalar nima ish qo'yibdi? Okay, bular nima ish qo'yibdi? The paint. Shunami? Okay, bular sirlayotibdi. Shunami? Paint some color. Bir necha rangda qanday qilmoq? Paint something some color. Demakchi ma'lum narsani ma'lum rangda sirlamoq. Okay, some. Shunami? Masalan, they are painting the wall. Okay, and ular tamni qanday qildi sirlayotdi. Okay, and ular tamni qaysi rang sirlayotdi? They are painting the wall. Rangni keyinga olamiz. Qanday rangda? White. Shunami? They are painting the wall white. And ular tamni oq rangda sirlayotdi. Solga aylansa qanday qilamiz bolalar? Solga aylansa qanday qildik? BP-ni isholab mana oldiga o'tkazib qo'ydik. Shunami? Shunday bo'lganda meyada are they painting the wall white? Ular tamni oq rangda sirlayotdi. And o tamni nima rangda sirlayotdi degan bo'lsa. And what color are they painting the wall? What color are they painting the wall? Demek ki the white ni keyiniga and almost do a what color bo'ldi shunami? Okay. Okay, and do you paint your bookcase? Siz kitob shkafingizda sirlamsiz. And what color are you going to paint your bedroom? And siz yotoq uyingizda qaysi rangda sirlamoqchi? What color are you going to paint your bedroom? Siz yotoq uyingizni qaysi rangda sirlamoqchi? What color are you going to paint your bedroom? Paint your bedroom. Okay, I'm going to paint it green. And the men uni qaysi rangda? Yeşil rangda sirlamoqchi. Agar qizlar qaysi rangda sirlaydi? Pink, shunami? Pink degan shaptulcha chiqaram. Shunami? I'm going to paint it pink. Men uni shaptulcha chiqaram sirlayman yoki ol rangda sirlayman. I'm going to paint it pink. Okay. Next one is hammer. Okay, hammer. Hammer degan nima? Mana hammer deymiz. Okay, endi yana bir hammer deb bir narsa. O nimada? Yeydigan narsami? Kiydigan narsami ya? No, look. Okay, and a hammer. Ama hammada bir mashina anlaganmi? Shu mashinaning markasi hammer. Va hammer birisi hammer jumu men aralashtirib o'tishga qat'iy bo'lmaydi. Ma birisi A va birisi nima? U ba. Bolqa degan nima deydi ekamiz? Hammer deymiz. Undan keyin masalan bir necha asboblar bor-ku. Qarab baqirgan bo'lsak, scissor deymiz. Scissor nima edi? Qaranglar. Okay, this is scissor. Qaycha. Qaycha deganni scissor deymiz. Undan keyin chancho plier. Okay, bu nima? Ambo shunami? Plier deymiz. Nima bo'ldi? Ambo. Hammer. Markalar mashina shuna. Hammer. And the hammer bo'lsa, hammer bo'lsa, bolqa. Bolqani hammer deymiz. Good. Next one is pink. 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 Nima? Pink handbag. And then sure. Pink handbag. Yaracho? Pink coat. Yaracho? Pink shoes. And the whole round like oyoqlar degandekchi. Bularning hammasini bersan all round chaptilishga macho. A pink car. All round qanda mashina nima degan o'maqa? Yaracho? Okay, wow. Pink flowers. Nima? Pink flowers. Mushu shaptilchiki rangul. Demak, endi mushu hammasining bo'ldi pink. Pink, pink. All right. Next one is favorite. Favorite. Masalan, favorite color. Eng yaxshi ko'radigan rang. Bu sizning eng yaxshi ko'radigan rangingiz nima? What's your favorite color? Okay. What's your favorite number? Eng yaxshi ko'radigan saningiz nima? Masalan, favorite sport. Hey, what is your favorite sport? Oh, my favorite sport is basketball. Sizning eng yaxshi ko'radigan tanarkat turingiz qaysi? Oh, basketball. Nima? Basketball. Basketball. Demak, favorite sport, favorite color degan gap. So, what is your favorite color?
What is your favorite sport? Desa. Mesela soccer is my favorite sport. Football yoki football. Amerika ingliz tilida soccer deymiz. Angliya ingliz tilida tushunsangiz football. Football deydigan gap. Endi qaranglar. Reading is her favorite. Shunami? O'qishliq bo'lsa, uning eng yaxshi ko'radigan ishi favorite. Okay, reading is her favorite. Mesela reading is his favorite hobby degandek shunami? Demak, ana favorite deganda ana aytdi, muhim. Demak, eng yaxshi ko'radigan degan gap. Demak, ana favorite ni 5 qatim yozib o'tdim mana kitobdagi. Bo'lsa, shu darsni anglagach bo'ldi. So'zliklar chiqsa, net skot vaqtini sarf qilib bir yaqqa yozib olsang shuncha yaxshi. Masalan, hozir yozib olsang bo'ladi. Qaranglar. Favorite. Favorite. Okay, favorite sport. Favorite color degandek. Xo'sh, amsa bugungi darsimizdanki text qismiga kelib, text. So, first of all, listen carefully. Listen carefully the text. Amsa diqqat qilib bir anglanglar sağlar. Lesson 37. Making a bookcase. Listen to the tape, then answer this question. What is Susan's favorite color? You're working hard, George. What are you doing? I'm making a bookcase. Give me that hammer, please, Dan. Which hammer? This one? No, not that one. The big one. Here you are. Thanks, Dan. What are you going to do now, George? I'm going to paint it. What color are you going to paint it? I'm going to paint it pink. Pink? This bookcase isn't for me. It's for my daughter, Susan. Pink's her favorite color. Okay. And so text qaranglar. Qarsak nima deydi? You are working hard, George. You are working hard, George. And siz nayti tirishib ishlayapsiz, George. Japa chekdingiz deb qo'ydi. Shingkula. You are working hard. Demak, endi work hard deganimiz nima? Shu tirishib ishlamak. Endi siz bek tirishib o'rganyapsiz, George desakchi. You are studying hard, George. Siz yomon tirishib ishlayapsiz, George. Amsa degandek, you are working hard, George. Siz bek tirishyapsiz, shunami? Okay. What are you doing? Siz nima ish qilyapsiz? What are you doing? Siz nima ish qilyapsiz, shunami? Endi u nima ish qilyapti bo'lsa, what is he doing? What is he doing? I am making a bookcase. Men nima ish qilyapman? Men bir kitob ishkobi yasayapman. I am making a bookcase. Men kitob ishkobi yasadim. Shunami? Give me that hammer, please, then. Okay, give me mang biring, shunami? Yoki mang eviting. That hammer. Au bolqini mang bir evetsiniz, then deydi. Give me that hammer, please, then. This nima? Which hammer? This one. And the ayar ishkital bolqi ekan qo'y. And the way qaysi bolqini? Voy bu nima? Demakchi bu birisi nima? Which one? This hammer? And this one, and the mishar qaranglar, this one. One deb ekan qo'y, bu birisi nima? Demakchi shu one nanki olmash. Nimaga olmash dedi sanlar shu bolqiga. Masalan, this hammer demakchi bu. And the inglizchada ma qaytlash bo'lmaganlik sababidan hamda this one deb olmash. Demakchi bu birisi nima? Demakchi bu bolqima. This one. This one desa. No, not that one. Yo'q, birisi emas. Chunki hamda birisi buma deb o'ziga yaqin bo'lgan ko'y buma men degan bo'lsam, sizga nisbatan yiroq shundami? Sizga nisbatan avu bo'ladi. Shunga men nima? No, not that one. Not that one. Not that one. Shunami? Yiroq. O'zimizda yiroq narsani ko'rsatganda that, shunami? Agar oldimizdagi narsa bo'lsa this
This one? No, not that one. Demek ki özümüzde jirak nesli ko'rsatganda da ishlatamiz. This degancha oldimizga kelamiz. No, not that one. Demek ki birisi emas. Demek ki musharik one mi nima olmash? Nimaga olmashdi deganda, shu hammer, bulqa degan narsaning o'rniga olmashdi. Shunga u birisi emas. Nima? The big one. Yo'g'on birisi. The big one. Demek ki the article o aniqlashtiruvchi. Ko'pincha ismlar oldida sifat kelsa, o'sha the birga keladi. Tushundingizmi? The big degan sifat, shunami? Shunga the big one, yo'g'on birisi.